2026-yilgi Daewoo Lacetti eski avlod modeli avtomobil ixlosmandlari uchun nostalgiya va ishonchlilik uyg'otuvchi mashina hisoblanadi. Ushbu model o'zining klassik ko'rinishi, soddaligi va tejamkorligi bilan ko'pchilik haydovchilarga yoqadi. 2026 yilda Lacettining eski avlod versiyasi modellashtirilmagan bo'lsa-da, unga yangicha texnik xizmat ko'rsatish, yaxshilangan dvigatel ishlashi va qulay salon bilan e'tibor qaratilgan. Mashina 1.6 litrli benzinli dvigatelga ega bo'lib, bu dvigatel 107 ot kuchiga teng quvvat ishlab chiqaradi. Mexanik va avtomatik uzatma variantlari mavjud. Yoqilgi sarfi o'rtacha 7-8 litr atrofida bo'lib, bu uni shahar ichida ham, uzoq masofalarga safar uchun ham qulay qiladi. Salon dizayni o'zining eski, ammo ishonchli uslubini saqlab qolgan. Ichki qismi keng, o'rindiqlar yumshoq va qulay, havo sovutgichi, elektr oynalar va audio tizimi bilan jihozlangan. Orqa o'rindiqlarda ham yetarlicha joy mavjud. Bu esa oilaviy sayohatlar uchun ideal sharoit yaratadi. Tashqi dizayn klassik Daewoo uslubida, soddaligi va chiroyli chiziqlari bilan ajralib turadi. Korpus metall sifatida mustahkam, bu esa uzoq muddat foydalanishga imkon beradi. Bo'yoq sifati ham yaxshilangan bo'lib, zanglashga qarshi himoya qilingan. Xavfsizlik jihatidan 2026 yilgi Lacetti minimal, ammo zarur tizimlarga ega. Old xavfsizlik yostiqchalari, ABS tormoz tizimi va kuchaytirilgan karkas struktura haydovchi va yo'lovchilarga xavfsiz harakatni ta'minlaydi. Bu model o'zining arzon narxi, oson ehtiyot qismlar topilishi va ishonchli ishlashi bilan bozorda o'z o'rnini saqlab qolmoqda. Ayniqsa, yangi haydovchilar va iqtisodiy variant izlayotganlar uchun 2026 Daewoo Lacetti eski avlodi ajoyib tanlov bo'lishi mumkin. Shuningdek, ushbu avtomobilning xizmat ko'rsatish narxi ham past bo'lib, texnik xizmat ko'rsatish oson va